Germaniya Federal Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi 2022 yili hozirlagan yangi Xitoy strategiyasining aslida 2023 yili 3-oygacha e'lon qilinishi mo'ljallangan edi. Ammo e'lon qilinmay turibla, uningdagi ba'zi mazmunlar matbuotga oshkorlanib ketdi. Oshkorlangan qismdagi halqaliq mazmunlar Xitoyga bo'lgan tayinishni azaytish, qimmat qarashlari o'xshash bo'lgan davlatlar bilan ishbirligi qilish, Xitoyning Yevropaning asosiy ul aslaha qurilishlariga va yuqori texnik sohasiga mablag' selishni cheklash degandek Xitoy iqtisodiy va obraziga zarba elib keladigan sohalar edi. 18 yanvar kuni Germaniya Federal Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligining kishilik huquq komissari, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni kuchaytirish tashkiloti, Tibet harakati tashkiloti, Merkado Xitoy tadqiqot instituti qatorliq tashkilot va tadqiqot organlarining vakillarini Tashqi ishlar ministrligiga taklif qilib, Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi to'g'risida muhim bir yo'maloq ustal suhbat elib borgan. Xitoy raketa armiya to'rining 20 yanvardagi xabarda bildirilishicha, bahor bayrami yetib kelish paytida Xitoy raisi Xi Jinping 18 yanvar Beijing 1-avgust binosida silliq shaklda atalmish Xinjiangda turishliq harbiy rayon Xonjirab chegara mudofaa qismi qarovulxonasining urush tayyorlik xizmatini tekshirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Xi Jinping chegara mudofaasi, dengiz mudofaasi, havo mudofaasi va muqimligini qo'g'dash, tasaddubiy voqealarni bartaraf qilish, urush tayyorligi vazifasini ustiga olgan aloqador qismlar bilan ayrim holda silliq so'zlashgan. Xitoyda atalmış virus tadbirlari boshlangandan keyin bo'libmi chag'alliq dam olish boshlanish arafasida Xitoy virusi bilan yuqumlangan va o'lganlar soni shiddat bilan oshdi. Xitoy kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi yuqumli kasalliklar bo'limining doktori Wu Zunyu ijtimoiy aloqa to'ri Weibo'da e'lon qilingan bayonotida tadbirlar bekor qilingandan keyin Xitoydagi 1,4 million nüfusning 80%dan ko'pragining yuqumlanganligini mo'ljallamoqdamiz degan. O'xshamagan davlatlarmi Amerikaning Xitoyga qaratgan yerim o'tkazgich embargosini qo'llashga tayyorlik qilmoqda. Yerim o'tkazgich uskunalarini asosli ta'minlovchilar joylashgan Gollandiya va Yaponiya Amerikaning sepiga qo'shilib, Xitoyga texnika eksportini cheklab, o'zak sanoatiga kirishni to'smoqchi bo'lgan. Amerikaning Kaliforniya shtatida Xitoy yangi yilni tabriklash faoliyatida usul studiyasiga besib kirib, 10 odamni o'ldirgan hujumchi Los Angeles shahri atrofida o'lik topilgan. Los Angeles soqchilari hujum qiluvchining savdo saroyining mashina to'xtatish maydoniga to'xtatib qo'yilgan oq rangli mashinada qazo qilganligini bayqagan. Soqchilar ta'minlagan uchurlarga qaraganda Chin Youliang ismli 72 yoshli hujumchining o'zini etib o'ldirganligi mo'ljallangan.